Mana bu videoni tomosha qiling. Ha, bu yerda xuddiki terroristik guruhni qo'lga olinayotgandek ko'rsatilyapti, lekin aslida unaqa bo'lmagan. Nashvilledan qadar Fort Lauderdale degan aeroportga uchayotgan samolyotda azon ovozi eshitilgan. Bo'ldi, endi kimdirning budilnik ishlab ketganda, ana namoz vaqtiga o'chirishga ulgurgan, lekin odamlar qo'rqib ketib, keyin maxsus guruh kelib uni xuddi terrorist deb olib chiqib ketishgan. Keyin albatta FQB tergovi tahdid yo'qligini va bu tushunmovchilik bo'lganini tasdiqlab, erkakni ozod qilgan. Lekin yaxshiyamki ushbu video ostidagi izohlarda odamlar allaqachon tushunib bo'lishdi. Southwest Airlines tayyortiring, moddiy zararni qoplash uchun katta tovon puli to'laysizlar hali bu odamga degan odamlar to'g'ri yondashuv qilmoqda. Endi men o'ylayman bu yana o'sha stereotiplarda, ya'ni azon ovozi, u yerdagi o'sha so'zlar, hatto ko'rasizmi, men ham hozir aytishni o'ylab turibman-da, YouTube ban qilmasin deb. Oddiy so'z bo'lmasa-da, o'sha azondagi so'z bo'ldi, bu qanaqadir portlashlar, terroristik harakatlar bilan odamlarning miyasida assotsiatsiya bo'lib qolgan. Afsus. Rossiya Ukraina urushida yana yangi tafsilotlar. Endi bo'lsa Ukraina Rossiyani boshqa hududlari, ya'ni boshqa zonalari, u ham bo'lsa Wildberries katta kompaniya uni omborxonalariga hujum qilmoqda. Tushunishingiz uchun Wildberries bizning o'zimizda ham bor. Bu xuddi o'zi marketga o'xshagan narsa va uni katta omborxonalari bor. U yerda odamlarni o'zini mollari turadi. Ya'ni odamlar Xitoydan qat'an mol olib keladi, tushunasizlar-ku. Keyin uni Rossiya xalqiga sotadi. Ya'ni xususiy sektordagi kichik tadbirkorlar, kichik tadbirkor deganim endi katta pul aylantiradi lekin ular ham. Ya'ni 200 ming, 300 ming, 400 ming dollar aylantirish mumkin va eng qizig'i ularning shartnomasida force majeure, ya'ni urush tufayli hujumlar oqibatida yo'qotilgan tovarlarni, mahsulotlarni biz qoplamaymiz deb yozilgan. O'shaning uchun ham hozir bundan keyin juda ham ko'p rossiyaliklar endi videolar qo'yyapti. Meni biznesim kuydi, uyim kuydi, hayotim barbod, rejali hayotda yashayotganim hammasi uxladi endi. Nima qilaman? Menga Wildberries bu yonib ketgan tovarlarimni qaytarmaydi deb iddio qilib chiqishyapti. Boshqa tafsilotlarga o'tadigan bo'lsak, yong'in oqibatida bir Tojikiston bilishim bo'yicha fuqarosi halok bo'lgan, boshqa o'lganlar haqida ma'lumot yo'q, lekin tarqalgan videolar syomka qilayotgan orasida o'zbeklar ham borligini biz ko'rdik. Bitta aka o'zbekchalar shunaqa endi so'kib berdilar endi videoda. Asti qo'yaverasiz. Oldingi videolarimizdan ham tahlillardan sezib ulgurganingizdek, Ukraina endi Rossiyaga shunchaki hujum qilmayapti-da, psixologik hujum qilyapti. Ya'ni har bir Ukrainaning harakati bu oddiy rossiyaliklarni hayotiga ta'sir qilyapti. Ularni tinchini buzyapti. Oldin shaharlarga dronlar bo'ldi, Peterburg, Moskvaga. Endi busi odamlarning biznesiga ta'sir ko'rsatyapti-da. Ya'ni qanaqadir odamlarni o'ldirishdan ko'ra ko'proq ularga psixologik bosim beryapti. Nimaga? Rossiyaliklarning o'zlari ham bo'ldi endi, mashtimizga keldi, necha yildan beri davom etyapti bu urush. Birinchi jahon urushining davomiyligidan ham ko'proq botdi-da. Bu urush hozir tushunishinglar uchun-da. Rossiyaliklar bo'ldi, yetadi, yashtiraylik dod devorishini xohlayapti ukrainlar. Endi Ukraina tomon. Nima deymiz? Urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham tinchlikka erishilishi kerak. Assalomu alaykum. Yana bir hafta ortda qoldi va men Azam Qahramoniy mana shu nomli kanalda sizni ko'rib turganimdan xursandman. Bizga videomizga like bosing, izohlarda fikrlaringizni yozing va albatta obunasiz ko'rayotgan bo'lsangiz obuna bo'ling. Bu juda ham biz uchun muhim, bizni loyihamizni kelajagi uchun juda ham kerakli deb hisoblayman. Kelajagi uchun kerakli. Voy, mana videoni ko'ringlar. To'xtang, undan oldin obuna bo'ldinglarmi? Bosib qo'ying, iltimos. Shu obuna bosib yuboring. Rahmat. Yemadimi? Qanaqa zamonlar kelyapti, ko'ringlar shu videoni. ¿Dónde disparan? Wow, bilmadim, bu sun'iy intellekt qilinganmi yo rostdanmi? Tekshirdikmi? Rostdanmi? Rostdan bo'layotgan narsa. Endi bu hozir kulgili tuyulyapti, boshqa, lekin albatta biz katta xavf ostida bo'lishimiz albatta mumkin. Mana Terminator filmi ham o'zi shu haqida. Ko'plab qancha filmlar, Men Robot filmi. Filmlarni biz jiddiy qabul qilishimiz kerak emas, lekin ba'zida ular qanaqadir prognoz beradi, bashorat qiladi. Mana Jules Verne oyga sayohat haqida kitob yozgan. Oradan 100 yil o'tar o'tmas odam rostdan ham oyga sayohat qildi. Sun'iy intellekt haqida qancha kitoblar, kinolar bo'lardi. Kosmik Odisseya ham shu haqida. Sun'iy intellekt o'zimizga qarshi ishlash haqida va kelyapti sun'iy intellekt rostdan kirib keldi. U yog'i robotlar haqida qoldi. Bilmadim. Odam eti junjikib ketyapti ko'rib.
Qahramonmi yoki jinoyatchi? Qiruvchi yoshli Andrew Arabaka 20-iyul kuni Manhattandagi 26 Federal Plaza binosi oldida pellet qurolidan o'q uzib, pirotexnika portlatgan va o't qo'ygan, ya'ni yong'in qilib yondirib yuborgan. Bu o'ziga xos bir yurish bo'lgan, nimagaki u binoda ICE, ya'ni immigratsiya va bojxona nazorati, FQB va boshqa demak xizmat tashkilotlari joylashgan bo'lgan. Endi bu tushunarli, hozir Donald Trampni immigratsiyaga qarshi siyosatiga bir o'ziga xos bir isyon sifatida ko'rilmoqda. Janob Arabaka qo'lga olingan, uni endi u yog'iga taqdiri nima kechadi, keyingi sonlarda biz aytamiz. Lekin bu aka qahramonmi yoki jinoyatchi, fikringizni izohlarda yozinglar. Boloniya haqida eshitgandirsiz. Kimdir futbol orqali biladi. Boloniya futbol klubi bo'lardi, hozir quyi ligaga tushib ketgan yoki Bolognese pastasiga aloqasi albatta bo'lishi mumkin. Mana shu Italiyaning Boloniya shahrida hozir hukumatga qarshi katta namoyishlar bo'lmoqda. Buni sababi esa qiruvchi yoshli marokashli Abdurahim Fakir ikki politsiyachi tomonidan qo'lga olingan vaqtda vafot etgan. Mana videosini ham ko'rishingiz mumkin. Bu albatta bir necha yillar avval AQShda bo'lib o'tgan, mana xuddi shunga o'xshagan holat. Politsiyachi uni nafas yo'llarini siqib qo'ygan, qo'lga olib u yordam so'rasa ham unga ishonmagan. Bu atidan qotdi, boshqadi va u keyin nafas siqilishdan olamdan o'tgan. Bir necha yil avval bu George Floyd bilan sodir bo'lgandi, hozir bo'lsa mana demak janob Fakir bilan sodir bo'ldi. Italiyada u marokashlik bo'lsa ham va hozir Boloniyadagi bu namoyishlar o'sha Italiyadagi immigrantlarga nisbatan bo'layotgan mana shu munosabatni qoralab va o'zi umuman politsiyachilarning harakatlarini qoralab qilinayotgan namoyish. Kim bilsa bu qanchalik hozir katta narsaga aylanib ketadi. Lekin butun kontekst uchun aytaman, Italiya o'rta yer dengizida joylashgan va Afrikaga juda ham yaqin. Ya'ni bitta dengizdan kechib o'tsa bo'ladi. Shu sababdan ham birinchi immigratsiyalar oqimi o'sha yerga kelib, keyin Yevropaga tarqidi. Birinchidan, ikkinchidan, hozirda Italiya oxirgi yillarda iqtisodiyoti eng sekin o'sayotgan davlatlar orasiga kiradi. Ya'ni Italiya o'zi yomon emas, lekin o'sish yo'q o'zi. Va o'zi umuman Italiya oxirgi yillarda rostdan iqtisodiyotini ancha berib qo'ydi, yangiliklar, innovatsiyalar yo'q. Ko'p iqtisodiyoti turizm evaziga ushlab turiladi. Baraka bo'lgani uchun, ya'ni izobiliya deyish, baraka bor, ya'ni vino, sabzavotlar, agrikultura, apelsin hammasida baraka bor va ular qanaqadir iqlim, boshqa sharoitlar tufayli uncha qiynalmaydi ham. Maza qilib chill qilib yashaydigan xalq aslida. Rostdan sizda pulingiz ko'p bo'lsa, Italiyaga ko'chib ketsangiz, maza qilib yashaysiz, tinch. Hech kim haqqa shoshmaydi, ishlagisi ham kelmaydi. Hatto shunaqa statistika bo'yicha eng ko'p obed qiladigan xalqlar orasiga Italiya va fransuzlar kirar ekan. Qarang. Shundan ham bilib o'rsangiz bo'ladi. Italiyaga borsangiz rostdan ham ishlagisi kelmaydi odammi? Mana Fransiyani men janubida bo'lganman, Italiyadan 50 kilometr nariyoqda bo'lganman-da, ya'ni u yoq Italiya. Yozi qaynoq emas, qishi anaqa muzda emas, hamma narsa o'sadi, munoqisi o'sadi, munoqisi balu bor, vino bor, tabiati zo'r, hech kim shoshmaydi, nima qilsin? To'g'risi-da, 2000 yevro oylik olsa hammasiga yetadi. Shuning uchun iqtisodiyot uncha o'smaydi. Keyin ularda bizneslari juda ham family based, ya'ni oiladan oilaga o'tadi bizneslar. O'shaning uchun ham ular globalniy biznes bo'lib ketmagan. Ko'pi, mana даже Ferrari ham-da. Endi mayli, gapirsa gap ko'p. Cambridge universitetini hammamiz bilamiz. Buyuk Britaniyada joylashgan ko'p yillik tarixiy mashhur universitet va eng qizig'i uni bitiruvchilari mana bunday ish qilishibdi. Free Palestine! Free Sudan. Free Sudan and free Palestine. Ko'rib turganingizdek, birin-ketin Falastin bayrog'ini ko'targan holda, birinchi o'quvchiga o'qituvchi qanaqadir bir gap gapirdi. Men qarab, ukam, bunaqa qilmay, surbotdan degandek qildi. U ham ozgincha xijolat bo'ldi, lekin birinchi o'quvchi edi. Ikkinchi, uchinchi o'quvchidan keyin o'qituvchilar ham, mutasaddilar ham tushundiki, ular bu yerda kamchilik. Nima ham deymiz, hozir ko'p muhokama qilinayotgan narsalardan bittasi bu sen tarixni qaysi tarafidasan degan narsada. Ya'ni, oradan yillar o'tib, Falastin tomon bo'lganlar baribir to'g'ri qaror qilganliklarini hali bilishadi degan g'oya olg'a surilmoqda. Men ham bunga qo'shilaman. Qanaqa siyosiy jarayon ketdi, nima bo'ldi, tarixan u yer kimniki edi?
uni hisobga olganda ham, olmaganda ham bu genotsidda baribir. Voy. Keldik O'zbekiston xabarlariga. Kiringizga tayyormisiz? Tayyorsiz. Moviy gumbazlar restorani bor, Tsumda joylashgan Kosmonavtlar metrosining yonida. Men o'zim o'ta 4 yil yashaganman. Shunda to'rimda bo'lardi mana shu Moviy gumbazlar. Chiroyli, tarixiy joy, uni o'zini tepadagi o'sha mozaikasi bor. O'shani kechqurun qaysidir mutasaddilar kelib pishilishni boshlagan, ta'mirlash ishlarida eski tarixiy mozaikalarni olib tashlashni boshlagan. U o'zi madaniy meros obyektiga kiritilgan, reyestrga, ya'ni madaniy meros hisoblanadi, tarixiy joy hisoblanadi. U himoyalanishi kerak madaniy meros agentligi tomonidan. Keyin u videolarga chiqib ketib tarqagandan keyin madaniy meros agentligi, huquq tartibot organlari keyin kelib u noqonuniy ta'mirlashda keyin e'tibor qaratgan. Bo'ldi o'zi kech. Rahmat. Endi men o'ylayman bitta shu holatchi O'zbekistonda ko'p jarayonlar qanaqa bo'lishi haqida gapiradi-da. Endi uyatli. Nima deyman? Biz gapirishimiz kerak baribir. Biz o'zimizdan o'zimiz isloh qilishimiz kerak, davolashimiz kerak. Biz mana shu madaniy meros agentligi deylancha, mana ustidan kulib, xo'rlab emas, yo'q. Ishinglar ko'p bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin, yoki dangasalik qilgan bo'lishi mumkin. Sababi bo'lsa, jamoat nazorati bo'lmagan. Ya'ni biz qattiq turmaganmiz. O'shaning uchun sizlar e'tibor bermagansizlar. Bu bizning aybimiz. Bo'ldi, endi u yoqqa qattiq turamiz. Mana shu holatlar bo'lsa, u yoqqa har doim gapirib chiqamiz. O'shaning uchun madaniy meros agentligimi, boshqa agentliklarmi e'tiborli bo'linglar, ishinglarni qilinglar. Ekologiya vaziriga ham bu gaplar tegishli. Bo'ldi, mana shunday holat. Bizni do'stimiz Jenya aka Instagramda buni gapirib chiqdilar. Menimcha shu video o'zini qo'yib bersa ham tushunarli deb o'ylayman, o'ta munosabat ortiqcha. Короче, bu yigit Toshkent shahrini Yunusobod 4-kvartal Bellur mahallasidagi ekolog bo'lib ishlab keladi. Qarasaki, berilgan joyda muammo bor. Ekologiya va iqlim saqlash vazirligiga borib murojaat qildi. O, baraka topkurlar. Meni territoriyamda daraxtlar kasal bo'lib qoldi. 200 ta chinara daraxti. Tushunishingiz uchun bu katta soya beradigan, ko'p kislorod chiqaradigan dekorativ daraxt. Bitta daraxt o'sishiga kamida 50 yil kerak. 70 yillik, 80 yillik daraxtlar. Iltimos, hal qilinglar, ular o'lib ketishadi 1-2 yilda. Ularni obработка qilish kerak, dori vositalar qilish kerak deb ekologiya vazirligiga murojaat qilib keldi. Bilasizlarmi nima javob oldi? Ekologiya vazirligidan. Biz bu narsa bilan shug'ullanamiz deb aytishdi. Miyanchi ulana olmayapti-da bir-biriga. Ekologiya vazirligi ulayotgan daraxtlarga yordam bera olmas ekan, ularni faoliyati emas ekan bu. Nima uchun biz soliq to'laymiz va sizlarga oylik beramiz? Nima uchun biz sizlarni boqib kelyapmiz? Nima to'liq sizlardan bu muammoni hal qilmasanglar agar? Ha, ko'proq pul ketadi, lekin bu haqiqatan ham boylik, bu ekologiya, bu iqlim saqlash narsalari bu daraxtlar. Ha, yoz chillasi davom etmoqda, lekin yaxshi hamki oxirgi 5-6 kunlar ancha sarqilashdi Toshkentda. Endi biz uchun bu sarqin. 33, 32, 34. Lekin bu videoda mana eng jazirama paytdan olingan baliqlar isib ketgan. Bu haqida men bilmasdim misol uchun. Men mana shu yoz bildim. Mana bunaqa ko'lmaklarda baliqlar tutiladi-yu, ya'ni ushlanadi, ko'paytirilib sotish uchun. Shu yoz issig'ida baliqlar o'lib qolishi mumkin, suv isib ketganidan va mana bunaqa yo'l topishibdi. Voy 60 gradus issiq bo'pti. Baliqlar dod qilyapti. Shuning uchun nima qilamiz ayting? Xitoylarning uslubini qo'llayapmiz. Mana. Voy. Muzlarni otishyapti, gap yo'q, lekin endi izohda kimdirlar yordam bermaydi degan, boshqalar aytgan, mayli, harakat qilyapti-ku, hech nima qilmay o'tirmayapti-yu degan va eng top kommentlar bu sun'iy intellektda yasalgan rasmlar bo'lib chiqdi. Voy, meni eng yaxshi ko'rgan xabarlarimdan bittasi bu har doim Zohran Mamdani haqidagi yangiliklar. Bilasiz, Nyu-York hokimi biz Toshkent turamiz, Toshkent hokimidan ko'ra Nyu-York hokimi haqida ko'proq gapiramiz. Nega? Aytadi-yu, yo'q, sizlar kuchli emassizlar. Biz kuchli emasmiz. Kimdir tug'ilgan kuni shekilli. Oshdan chiqib kelaychi. Tabriklaymiz. 100 ming ta obunachi. Butun Inglify jamoasini tabriklayman. Bu katta ish va albatta Inglify School kanali ustida mana qancha vaqtdan beri ish olib borayotgan Nurulloh Sobirov, keyingisi 1 milliard obunachi bo'lsa. 1,5 hammamizga nasib. O'zbekistonda hammada 100 mingtadan obunachisi bo'lsa YouTube'da. Nurulloh, so'zlaringiz bormi? Gapiring.
Shu zaykda javoshim kerak, turmushga keladi. Kamtalada. Zo'r bo'ldi. Nur Muhammad ham ancha chiqqan. Ko'p videolarda ham asosan Nur Muhammad bilan bo'lgan. Azizbek jonini bergan montajga, syomkaga. Ha, Mr. Mike to'g'ri, ajoyib. Zo'r, yaxshi. Manga ham bir bo'lib olib qo'yarsizlar. Mana shunga qaytdim, rahmat hammaga. Bo'pti, rahmat. Ha, Englify School'ni demak YouTube'dagi 100 ming obunachi bilan tabriklaymiz. Bu juda ham katta marra va eslatib o'taman, rostdan ham Englify School YouTube kanalida juda ham ko'p foydali videolar bor. Ingliz tili bo'yicha qanaqa o'rganish kerak, sirlari, nima qilish kerak emas. Juda ham ko'plab top videolar bor, ekranda ko'rib turishingiz mumkin va albatta obuna bo'lib qo'ying. Buni video tavsifida ham bor va mana bu tepa o'ng tomonda ham buni chiqarib qo'yamiz Englify School'ni. Obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Mamdaniga qaytsak, haqiqatan ham okachi mushga keladi. Men to'g'risi o Zohran aka bilanchi o'tirib choyxonada osh yeb gaplashib o'tirib, men o'zim qo'l bola osh qilib berardim, do'ppidak. Xullas, Mamdani o'zining navbatdagi chiqishida New York hokimi sifatida Benjamin Netanyahuni yana qoraladi. Etki G'azodagi xatti-harakatlar, genotsid so'zini ishlatgan, bularning hammasini qoralashi va hibsga olishini ham aytgan, lekin afsuski qonunlar shuni ko'rsatdiki, New York hokimi bo'lib turib, New Yorkni hibsga olishga baribir huquqi yo'q ekan, afsus deb gapirdi. Shuningdek ham aytib o'tish kerak edi, lekin pozitsiyasini aniq aytgani qoyil qoldiradi. Eslatib o'taman, Zohran Mamdani katta siyosatchi bo'lib bormoqda. Hozir AQShdagi eng yosh katta siyosatchilar orasiga kiradi va albatta xayolingiz bir chekkasidan o'tgan bo'lsa kerak, New York hokimi-yu balki keyinchalik Amerika prezidenti bo'lar deb bu bo'yicha o'zi ham komment izoh bildirgan, aytganki, afsuski men Amerikada tug'ilmaganligim uchun men hech qachon prezident bo'la olmayman degan shunaqa qoidasi bor. Zohran Mamdani o'zi AQShda tug'ilmaganligi uchun ham afsuski New York hokimi bo'la oladi, lekin prezident bo'la olmaydi. Xitoyda qiziq voqea bo'ldi, qarang. Xitoyda deb o'zim bir chekkasidan chiqib ketadi. Xitoy juda ham katta joyda, shuning uchun Xitoydan ko'p xabarlar bo'ladi. Demak, Hubei provinsiyasida bo'lgan 12 yoshli bola velosipedida 10 kilometr haydab ketib qolgan. O'zini to'xtata olmaganmi, qanaqadir shiddat kelgan, motivatsiya kelganmi, menimcha bir kun oldin qanaqadir reelsda ko'rgan bo'lishi mumkin. Bilmayman, motivatsiya kelib 10 kilometr haydaganda velosipedda yo'qolib qolgan. Lekin qaranglar, to'g'ri ish qilgan. Politsiyaga borgan, men qaror yo'qolib qoldim, davay degan. Politsiyachilar ham zo'r harakat qilibdi. Qorning ochmi, suv ichasanmi, lapsha bergan, ovqatlantirgan, kimsan, qanaqa isming, nima shahar bilar ekan, yaxshi. Adasi kelgan, olib ketgan. Gap yo'q. Zo'r, mana pozitiv xabar. Bo'lar ekan, biz insoniyatga hali hamon ishonamiz. Va bu xabardan juda ham yaxshi bir xulosa bor. Albatta, Xudo ko'rsatmasin, lekin har xil holat bo'ladi. O'shaning uchun farzandingiz 6 yoshmi, 8 yoshmi, 10 yoshmi, albatta tushuntirishingiz kerak. Ismi, familiyasi nima, uni familiyasini ham bilish kerak-da. Qayerda yashaydi, mana uyini adresi nima. Men esimda yoshligimda 6-7 yoshimda bilardim-da, ko'chamni, nomini, uyim nomini. Endi mana shunaqa bilib qolganman. Lekin oyim ismlarini men kechroq bilganman-da. Oyning oti nima desa, Oyi deb turadi-yu ko'pchilik. Bu ham kulgili, voy, pozitiv eshitadi, lekin bu qaysidir paytda o'zingizga qarshi ishlab qo'yishi mumkin-da. Oyisining ismini bilmaslik. 5, 6, 7 yoshli bola ham oyisini ismini, adasini ham ismini aniq bilish kerak. Kerak bo'lsa familiyasini ham. Bu mana shunday holatlarda ba'zida juda ham muhim rol o'ynab qoladi. Ay yo'ki, asheynik osib qo'yinglar, hamma ma'lumot bilan cho'tam, to'g'rimi? Kuchuklarga qilishadi-yu. Voy, axiri o'sha kunlarga keldi. Kristofer Nolanning Odyssey filmi ekran yuzini ko'rdi. Rekord ketidan rekordlar bo'lib yotibdi. Nolanning birinchi haftadagi eng katta kassasi, plus 18 kinolar orasidagi birinchi haftadagi eng katta kassa, ikkinchi haftada birinchi haftaga nisbatan pasayishning eng kam ko'rsatkichi, ya'ni unaqa pasaymagan, oldindan biletlar sotilganligi. Xullas, hammani bilan urib yotibdi rekordlarni. Lekin tomoshabinlar orasida heyt ham bor. Bu birinchi navbatda o'zi qadimiy Gretsiya bo'lsa ham, lekin qora tanli aktyorlar ko'pligi haqida, Yelenani qora tanli Lupita Nyong'o o'ynagani, keyin biz Achillesni Elliot Page o'ynagan deyotdi. Unaqa bo'lib chiqmabdi. Achilles o'zi tegi bilan yo'q, o Simonning rolini o'ynabdi u. Okey, xursandmiz. Yaxshi, shunaqa chunki mish-mishlar tarqab ketganda Achilles o'ynayapti degan gap yo'q. Lekin kinoni o'zini men ko'rdim. Haqiqatan ham masshtabni zo'r olingan, gap yo'q. Tarixiy, lekin ana o'sha kitobdagi bo'lganmi? Ozgina o'zgartirishlar bor. O'shaning uchun ham yana bir guruh odamlar bu kitobga hurmatsizlik qilgan degan unga ham heyt bor. Turli saytlardagi, platformadagi baholar ham har xil. Mana shunaqaroq. Lekin ko'rishga arziydimi? Albatta arziydi. Voy, Hindistondagi serialni hozir kulminatsiyasiga chiqyapti. Bilasizlar, suvaraklar
zoomerlar partiyasi bo'lgandi, esinglardami? Hindistonda esataman, ta'lim vaziri yoshlarni zoomerlarni suvarak bilan hammasi parazit deb tashlagan. Keyin zoomerlar bizami hali suvarak, unda suvarak partiyasini ochamiz degandi. Ochib videolar qilishgan. O'shalar keyin ko'chaga chiqishni boshladi. Namoyishlar bo'ldi talabalar bilandi. Keyin Hindiston endi hukumati ularni to'xtatishga harakat qildi. U yana kuchayib ketdi. Kaltalarda urib, haydab, tinmadi-da ular. Oxiri kichkina bo'lsa ham g'alabaga erishdi. O'zi ularning maqsadi ham shu edi, ya'ni ta'lim vazirini olib tashlaylar degan narsa edi va oxir oqibat Hindiston ta'lim vaziri chiqib, hozirgi yoshlarni bunaqa shiddatli harakatiga biz endi hurmat deydi, qanaqadir jiddiy qabul qilishimiz kerak va men buni qabul qilib, men o'z lavozimimdan ketaman dedi. Qoyil lekin bu meni shaxsiy fikrim bo'yicha ko'p narsani o'zgartirmaydi. Bu shunchaki mana shu namoyishlarni shuni holimi deylar, bo'pti ketadi deydi, lekin o'rniga xuddi shunga o'xshagan boshqa babi odam keladi. Bilmadim. Biz endi o'ylaymanki kattaroq o'zgarishlar kerak. Xo'p, Hindiston ta'limida nima muammo desangiz, endi o'tda ko'p korrupsiya, imtihonlar, jinnachalik imtihonlar juda ham nima deydi, yomon olib borilishi, tashkiliy ishlar yomonligi, o'tda nima bo'lgan o'zi? Imtihon bo'lish kerak bo'lgan, keyin uni admin qilib yuborgan, qancha odam keyin o'zini o'ldirib yuborgan Hindistonda, mana shunaqa narsalar-da. Keyin ta'lim tizimi o'zi yomonligini Uch savdoyi filmidan ham bilsanglar kerak. Agar kimdir Uch savdoyi ko'rgan bo'lsa, Hindistonda ta'limda nima muammolar borligini sizlar juda ham yaxshi bilasizlar allaqachon. Va albatta, bizning ko'rsatuvimiz Donald Trampsiz bo'lmaydi. Yana bitta hurmatchi qilig'i. Hammaning xabari bor. Ispaniya terma jamoasi futbol bo'yicha jahon chempioni bo'ldi, va u shohsupaga chiqib jahon kubogini ko'taradigan joyi bor. Bunaqa joyda hamma FIFA prezidentimi, любой kim prezident kim bo'lsa ham chetga o'tadi-da. Terma jamoani o'zi qolib kubokni ko'tarish kerak. O'sha joyda Trump ketmagan, turaverganda, ya'ni bu bo'tgan narsalar men haqimda, men ham bu yerda bosh qahramonman deb turavergan. Keyin shuni oxiri men borishdi. Mana ko'rishingiz mumkin, uni hamma aloqasi yo'q narsalarga qo'shib yotishdi. Nolanni suti hisobiga asfalt deb o'qib yoribman. Unaqa masalan Nola. Bu Jahongir Otajonovning sigirini ismi. Ha, shunaqa davrlarga ham yetib keldik. Bilasiz, Instagramda Jahongir Otajonov o'zini hurmatchi, g'alati, g'alati emas, eksentrik chiqishlari bilan mashhur, sigir sog'ib o'tgan videolari juda ham mashhur bo'lib ketgandi. Endi hozir yarim hazil, yarim chin qilib, mana o'sha sutda puliga men asfalt qo'yaman, mana mahallamga deb video chiqardilar. Nima deymiz, yaxshi omad tilaymiz, asfaltlarimiz tekis bo'lsin, chidamli bo'lsin, lekin asfalt juda ham ko'p bo'lmasin, daraxtlar ham bo'lsin. Hindistonda do'konga kimsan leopardni o'zi tashrif buyurgan, hamla qilgan, hujum qilgan, mana shu video tarqaldi, butun internet, butun dunyoda aylanmoqda. Nima deymiz? Ko'rdinglarmi, Hindistonga bormaslikning yana bitta sababi. Va ko'ryapsizlarmi, shukr qilinglar, O'zbekistonda bunaqa holatlar bo'lmaydi. Kimga ishonishni ham bilmay qoldi odam. Esingizda bo'lsa, o'tgan ko'rsatuvlarimizda biz Eron bilan AQSh o'rtasidagi konflikt, urush haqida ko'p yoritdik. Bu serialni epizod ko'rsatib bordik. Va 17-iyun kuni otash kesim imzolangan edi. Bu nima degani? Bu degani urushdan to'xtatamiz degani. Shunaqa sulh tuzilgandi, lekin undan bir necha kun o'tgandan keyin AQSh yana Eronga hujum qilgan. Eron ham unga keyin qarshi javoban AQSh Kuvaytdagi harbiy bazalarga hujum qilgan. Anta Omanmi, Yamanmi kimdir Saudiya Arabistoniga hujum qilib yotibdi. Hozir nimadir kashi bo'lib yotibdi yana-da. Endi Eron nima qilyapti? Amerika qayoqda u yoqqa hujum qila olmaydi. AQSh tunishingiz uchun Eronning atrofidagi davlatlarga qurgan harbiy bazasidan hujum qilyapti va Eron ham o'sha harbiy bazalarga hujum qilyapti-da. O'shaning uchun Eron qo'shni mamlakatlarga hujum qilayotgan taassurot uyg'onishi mumkin. Endi Eronning pozitsiyasi bo'yicha nima? Ular Amerikaga sotilgan, bo'ldi. Sotqin salla. Biz qardosh xalq edik. Qardosh bo'lmasa ham mayli, qo'shnimiz-ku degan ma'noda. Chunki ular fors, ular arab-ku, baribir bundoq qarasa. Endi mana shu voqealarning fonida Lawrence Wilkersonning bir intervyusini biz eslab olishimiz kerak. Ushbu inson AQSh armiyasining nafaqadagi polkovniki bo'lib, 2002-2005-yillarda o'sha paytdagi AQSh davlat kotibi Colin Powellning shtab boshlig'i, ya'ni eng yaqin yordamchisi va maslahatchisi bo'lgan. Uni ta'kidlashicha, AQSh o'zi olib borgan barcha urushlar haqida yolg'on gapirgan hamda butun dunyo bo'ylab terrorchi guruhlarni qurollantirish va ularning ko'payishiga boshqa har qanday davlatdan ko'ra ko'proq hissa qo'shgan deb aytadi. Biz hayron qoldikmi? Yo'q, albatta. Janob Wilkerson intervyusida aytadi: "Biz Vietnam haqida yolg'on gapirdik, Iroq, Afg'oniston, Somali, Liviya haqida ham yolg'on gapirganmiz. Saddam Husaynni ham qurolsizlantirish bo'yicha qilgan ishlari, ya'ni o'zi qurolsizlantira olmaganda Saddam Husaynni keyin Al-Qaida va IShIDlarga topshirgan, sallaqinlaring deb va ularni mollashtirgan. Shuni orqasidan dunyodagi eng katta terrorchilik guruhlariga o'zi hissa qo'shgan, o'zi mollashtirib qo'ygan AQShni degan gaplarni gapirgan. Va haqiqatan ham tarix takrorlanmoqda. 60-70-yillarda, hatto 40-yillarda ham Gary Truman, Eisenhower
Kennedy davrida ham Kennedy o'zi qarshi chiqqan bo'lsa ham balki shunga ham o'lib ketgandir, biz bilmaymiz. Endi mishmishlar bor, Kennedy CRUga o'zi qarshi chiqqan, o'shaning uchun o'ldirib yuborishgan uni deb. Lyndon Johnson, Nixon, ularning davrida mana shu barcha ishlar bo'lgan. Ya'ni CRU tashkiloti butun, demak, dunyo bo'ylab, ya'ni tashqi siyosat, AQShning tashqi siyosatini olib borgan. Shu urushlar davrida ham, o'sha Vyetnam urushi bo'yicha ham o'tda ham o'zi AQSh bilgan Vyetnam urushini yutqizayotganini, bilgan holatda ham qancha askarlarni baribir jo'natavergan. Kambodja, Laosni ham yashirincha Amerika tomonidan portlatilishi va boshqa ko'plab mana shu qirg'inbarot ishlarda AQShning o'zining qo'li bo'lganligi isbotlanmoqda. Endi biz bularni o'zi qayerdan bilamiz? Endi AQShning bir nima deydi, o'ziga xosligi bor-da. Mana tashqi siyosati juda ham qonxo'r bo'lsa ham, ichki siyosati lekin ancha demokratik. Shuning uchun ham mana shu qilgan qing'ir ishlari baribir sizib chiqqan. Ya'ni Pentagon qog'ozlari degan 60-yillarning ikkinchi yarmida mana shu maxfiy hujjatlar chiqib ketgan va shu orqali Vyetnam haqida ham bilishgan. Va eng qizig'i buni New York Times chiqargan birinchi. Keyin New York Timesni jurnalistlarni sudga berishgan, janjal bo'lib, ularga bosim bo'lgan. Keyin Washington Postdan chiqarib yuborgan Pentagon qog'ozlarini. Keyin boshqalar ham chiqarish boshlagan. Shuning orqasidan bu ovoza bo'lib ketgan. Va bu o'sha davrning o'zida prezident Nixonga nisbatan ishonchni tushirib yuborgan. Creditability gap degan narsa paydo bo'lgan. Ya'ni prezidentga bo'lgan ishonch tushdi degan. Nixon bo'lsa ikkinchi o'zining davriga prezident bo'lish kerak edi. Ya'ni ikkinchi srokka prezidentlikka qo'yilish kerak edi va o'zini, demak, reputatsiyasini saqlash uchun u nariga tomon Demokratlar partiyasini ichidagi ma'lumotlarni olmoqchi bo'lgan. Qani ular nima qilyapti? Ularni ham bir sazoyi qilaylik deb, ularni o'sha bazasi bo'lgan Watergate mehmonxonasiga eshituvchi moslamalarni qo'yib chiqmoqchi bo'lgan paytda qo'lga ushalgan va bu ikkinchi skandalga olib kelgan. Watergate skandali boshlanib ketgan. Undan keyin Nixonning reputatsiyasi o'zi past edi, battar pastga tushib ketgan va u keyin umuman prezidentlikdan ketishga ham keyin tayyor bo'lgan. Watergate skandali ham bir o'ziga xos holat. Uni ham amerikalik ikki jurnalist olib borgan. Ularga ma'lumotlar, Watergate'da nimalar bo'lyapti, qanaqa skandal, nima ma'lumotlar chiqib ketganligi bo'yicha to'liq xabar berib yurgan Deep Throat bo'lgan. U ya'ni shunaqa laqabli, ya'ni uzun tomoq laqabli bitta ichkaridagi odam. Endi biz uni chaqma-chaqar deymiz-da o'zi, lekin bu yaxshi narsa chaqma-chaqarli. Ma'lumotlar berib turgan jurnalistlarga va bu chiqib ketgan. U haqida kino olingan, hattoki u kino Oscarlarga qo'yilgan. U kinoni mashhur aktyorlar o'ynagan. Dustin Hoffman, Robert Redfordlar o'sha paytdagi eng katta aktyorlar hisoblanadi. Butun prezidentga qarshi bo'layotgan mana shu ishlar, skandal, hukumatda kirdikorlarni otish haqida kinolar olingan. Tasavvur qilasizmi? Men nima demoqchiman? AQSh mana shunaqa ishlar qiladi, qonxo'r ishlar qiladi-da dunyo bo'ylab. Lekin ichkarida demokratiya bor. Ular haqida gapiriladi. Ularni o'ldirib yuborishmaydi. O'sha jurnalistlar o'ldirib yuborilmagan, yopti qilinmagan, yo'q qilinmagan-da. Misol uchun, eng ko'p jurnalist o'ldirilishi bo'yicha Rossiya birinchilardan kiradi. Dunyo bo'yicha birinchilardan hisoblanadi. Ya'ni juda ko'p jurnalistlar Rossiyada o'ldirib yuboriladi. Xitoyda umuman jurnalist degan tushuncha yo'q-da, kimdir chiqib gapirib chiqa olmaydi. Lekin AQShda shu narsa bor va bu mana shu AQShning o'ziga xosligini ham ko'rsatadi. Men maqtamoqchi emasman, men aytmoqchimanki, qanaqadir ma'noda so'z erkinligi va demokratiya bor. Endi bizni oldinda nimalar kutmoqda? O'zi shunaqa narsa borki, Pentagon, CRU vaqti bilan qonunan belgilangan ekan. Oradan 30-40 yil o'tib, maxfiy hujjatlar ommaga chiqarilishga majbur ekan. Qani qonun bilan qilingan. O'shaning uchun ham biz 11 sentyabr voqealari haqidagi maxfiy hujjatlarni bilganmiz. Lekin oradan yana 20 yillar, 30 yillar o'tgandan keyin to'liq hammasi chiqariladi hali. Uni hali kutmoqdamiz. Epstein fayllari ertami kechmi baribir chiqariladi, chunki bu qonunan belgilangan va u chiqarilishi shart. Mana bu yerda demokratiya bor. Qani oldinda bizni yana nima, qanday maxfiy, ya'ni nima deydi, og'zimizni lang qiladigan yana nima maxfiy hujjatlar bor ekan. O'zi meni gaplarimni nimalarni tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bu tabiiy. Men o'zim ham hammasini tushunmayman. Bilganlarimni sizlarga aytdim. Bu vaziyat o'zi chalkash va juda ham katta mavzu. Bizni mana bu ko'rsatuvimizga ham sig'maydi. O'shaning uchun ham xavotirga o'rin yo'q. Apple narxlari oshirildi. Apple kompaniyasi 25-iyundan o'zining MacBook, iPadlar narxlarini oshirdi. Masalan, MacBook Neo 599 dan 699 dollarga ko'tarilgan. Nimaga ko'tarildi? Chunki dunyoda notinchlik, antiglobalizatsiya, postavkalarda periboylar bor. Gapim qani? Postavkalarda periboylar bo'lmoqda. Yozib qo'yinglar, nima degani shu. Sun'iy intellekt hozir shiddat bilan ommalashayotgani uchun hammaga chiplar kerak. Shuning uchun chiplar narxi ko'tarilib ketgani uchun ham tan narxi oshmoqda. Lekin chiz mumkin, lekin O'zbekistonning narxlariga unaqa jakkot ta'sir qilmadi deb va bizda arzonroq qo'ydi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, bizda ham narxlar oshgan, lekin bir narsa inobatga olish kerak. O'zbekistondagi aksariyat do'konlarda Dubayda ochilgan mahsulotlar keladi. Ya'ni ularda biroq qanaqadir nuqson bo'lishi mumkin, ochishadi, to'g'rilashadi, yopib jo'natishadi va bunday mahsulotlar aslida ancha arzon
arzonroq kirib keladi. Lekin bizda uning ustiga yana 6 kallasi narx qo'yib sotiladi. Yaxshiyamki O'zbekistonda g'oya uchun kelajak uchun ishlaydigan tadbirkorlar bor va ulardan biri mashhur hammamiz biladigan Javlon Asadullayev boshchiligidagi Product brendi va do'koni. Ushbu do'kon asosan Apple mahsulotlariga qaratilgan va u yerdagi asosiy maqsad soqqa qilish, soqqan bo'lib million topish emas, yo'q. Odamlar orasida texnikani savodxonligini oshirish. Mana siz montajyor, dizayner, IT yoki sun'iy intellekt bilan ishlaydigan mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Siz MacBookni qaysi modeli nimaga to'g'ri keladi? Montajga, hujjatlar bilan ishlashga yoki deylik kodingga nima kerakligini oxirigacha bilmasligingiz mumkin. Kompyuter yig'diraymi, MacBook olaymi, bilmasligingiz mumkin. Dizayn uchun iPadni qaysiniz kerak, bilmasligingiz mumkin. Ular konsultatsiya qilishadi va sizga xolis yo'q, siz ma'mizni olishingiz kerak deb qimmatini tiqishtirmaydi. Xolis gaplashadi, siz bilan tushuntirib, nima sizga kerakligini bilib, o'shani taklif qilishadi. Mana shunaqa xizmati bor va mahsulotlari kafolatlangan, ustiga ham ko'p qo'yilmaydi. Mana shunaqa bir addushi ishlaydigan kompaniya. Albatta qiziqib ko'ring, albatta ularga murojaat qiling. Mana ularning kontakt raqamlari, Telegram kanalini ham ko'rishingiz mumkin. U yerdan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Instagramga ham albatta obuna bo'ling, u ham ekranlarda va biz Telegram kanallarini, demak, manzilini ushbu video tavsifida ham qoldiramiz. Chorvoqdagi zo'ravonlar. Mana xabar ko'rgan bo'lsangiz kerak, videolar ham tarqadi. Zo'ravonlik bilan nazorat qilishga uringan 2 guruh a'zolari ushlandi. Ma'lum qilinishicha, guruhlar o'rtasida Chorvoqdagi plyajlarni nazorat qilish va ta'sir doirasini kengaytirish bo'yicha nizo chiqqan. Chorvoq dam oladigan joy, plyaj, lekin u yerda o'zini mafiyasi bor ekanda. Kimdir qaysidir guruh uni nazorat qilar ekan. Nimani nazorat qiladi? Men skuter nimadirlar bo'lsa kerak-da. Keyin ikkinchi guruh u bizning territoriya, ma'mur joy nimadir. Ani toshdan u yog'i sizlarniki, bu toshdan bu yog'i bizaniki. Yo'q, kechqurun salla tosh surib qo'ygansanlar. Bilmayman nima bo'lgan. Janjal kelib chiqqan, ur-yiqit, do'pposlash, keyin huquq tartibot organlari kelgan, keyin ular ham ularni qo'lga olgan. G'alati, men bilmadim Chorvoqda haligacha bunaqa tizimlar borligini, endi kim bilsin. Men o'ylayman, agarda, shaxsan men ishonaman, agar tizim o'zi yaxshi ishlasa, bunaqa noqonuniy, norasmiy guruhlar paydo bo'lmaydi. Rossiyaga borish uchun viza kerakmi? Siyosatchi Za Pravdu partiyasi raisi Sergey Mironov shunaqa gap bilan chiqdilar. Ya'ni videoda nima deyiladi? Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimini joriy etishni talab qilmoqdamiz. Biz jamoaviy javobgarlik zarurligini ta'kidlaymiz. Migrant qonuni bizdimi? Qonun bo'yicha to'liq javob bersin. Butun oilasi, butun urug' aymog'i esa zudlik bilan Rossiya Federatsiyasidan deportatsiya qilinsin deyilgan va hokazo gaplar bo'lgan. Nima deyman? Endi birinchidan bu ularning huquqi bunaqa qilish, viza qo'yish, qo'ymaslik. Lekin o'ylaymanki, biz vizasiz yurgandik, endi viza qo'ysa bu munosabatlarni buzadi albatta. Ikkinchi tomondan, agar shunaqa viza qilib qo'yadigan bo'lsa, mabodo bu bizga ahvolni og'irlashtiradi, chunki kimdirlar qaytib kelish kerak, kimdirlar bora olmaydi. O'zbekistonga pul oqimi kamayadi. Misol uchun oilalar Rossiyadan pul qabul qiladi, o'shalar kamayishni boshlaydi. Bu mana shunaqasi, yomon tarafi. Plus tarafi esa o'sha bora olmaganlar boshqa davlatlarni qidirishi kerak bo'ladi va u davlatlarda balki ular til o'rganish kerakdir, balki qanaqadir boshqa mahoratni, Yevropaga bo'lsa ingliz tili, Koreyaga borish mumkin va hokazo. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana shu taqiq bizga yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin demoqchiman. Istiqbolda albatta. Haqiqiy o'rgimchak odam, haqiqiy qahramon. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. AQShning Arkanzas shtatida sodir bo'lgan. O'rgimchak odam libosini kiyib olgan odam nogironlar aravachasidagi insonni yo'ldan o'tkazishga yordam berib qo'ygan. Nima deymiz? Haqiqiy qahramonlar mana shunday bo'ladi. Ularni o'ylamanglar, unaqa emas. Haqiqiy qahramonlar bizning oramizda yashaydi. Mana shunaqa bo'ling. Siz ham o'rgimchak odam bo'ling. Bugun uxlashdan oldin o'zingizga savol bering. Men o'rgimchak odammanmi deb. Atlantika okean tubidan samolyot topildi. O'ylashingiz mumkin. Voy, nima qilyapti o'ta samolyot? Qaysidir hokimmi bekitib qo'ygan boyligimi? Yo'q, bu uzoq 1952-yilda halokatga uchragan Pan America kompaniyasining, Panam to'g'ri kompaniyasining havo yo'llarining samolyoti. E'tiborga molik tarafi shundaki, u samolyotni chiqarib olishdi, ya'ni o'rganishmoqda, nima sabab bo'lgan va hokazo. Va ushbu aynan mana shu 52-yildagi halokat xavfsizlik standartlarini qayta ko'rib chiqib joriy qilishga sabab bo'lgan. Misol uchun samolyot uchganingizda sizga xavfsizlik yo'riqnomalari beriladi. Agarda deylik halokatga uchrasa nimalar qilish kerakligi aytiladi. Chunki 52-yilda ushbu samolyot halokatga uchraganda u okean ustiga qo'na olgan ekan.
Ya'ni dvigatel ishdan chiqqan, lekin qo'nish qilgan, lekin u yerdagi odamlar hammasi ingliz tilini bilmagan uchun, gapira olmagan uchun tushunmovchilik bo'lgan. Birinchidan, hamma ham qayerdan chiqish kerak, qanaqa chiqish kerak bilmagan. Keyin ekipaj a'zolari majburan chiqarishga majbur bo'lgan ularni va oqibatda juda ham ko'p odam halok bo'lgan, faqatgina bir 17-18 kishi tirik qolgan o'sha halokatdan va shundan keyin mana shu standartlar joriy qilingan. O'zi shunaqa bir gap bor-da, bizni hayotimizdagi hamma qulayliklar, standartlar, xavfsizliklar uchun kimdirlar o'zining jonini bergan. Shunday. Nima demoqchiman? Mana biz qulupni yeymiz. Bir narsani tushunish kerakki, ko'plab meva sabzavotlar aslida tabiatda yo'q. Ular unaqa holatda yo'q. Olma, shaftoli, banan, makkajo'xori, ular unaqa bo'lmas tabiatda. Ularni seleksiya qilishgan. Qaysilari zaharli, qaysilari yo'q. Mana misol uchun qo'ziqorinlarni yarmi zaharli, yarmi zaharli emas. Qayerdan bilamiz? Kimdir shuni yeb ko'rib o'lgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni qaysi qo'ziqorin zaharli ekanini bilish uchun kimdir tarixda bizning ota-bobomiz o'lgan. Qulupnayni ham, yovvoyi qulupnay buni yeb bo'lmaydini bilish uchun kimdir ichib ketgan, o'lgan. Lekin ma'minsi qizilrosi bor ekan, shuni yesa bo'lar ekan deb yeb ko'rib tirik qolgani ham bizning ota-bobomiz bo'lgan. Har bir bizdagi bor ne'matlar uchun kimdir jonini bergan odamlar o'lgan. Shu narsani unutmanglar. Jason Derulo yo'q, Nicolas Maduroning sudi bo'lish arafasida, bilasiz, u Venezuelaning sobiq prezidenti edi. U va uning ayoli endi yaqinda sud bo'lar ekan. Kuni aniqlanibdi. Maduro bilan uning ayoli Flores qo'lga olingandan keyin ancha bamnaqa bo'lib, yosh bolalardek bo'lib qolgan. O'shaning uchun ham 2027-yil 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sud jarayoni boshlanar ekan. Nima bo'layotganini tushuntiraman, qaranglar. Maduro prezident bo'lib har xil ishlar qilgan. Misol uchun deylik, narkotiklarni ham eksport qilgan deyshadi va u narkotiklar borib AQShga ham borgan. Shuning uchun AQSh nima degan? Boshqa davlatda prezidenti bizaga narkotik kirib kelishiga sababchi bo'lyapti, olib kiryapti deb uni qo'lga olgan. Endi buni tagida o'zi boshqa narsa bor. Tagidagi narsa bu Venezuela nefti bor va lekin Maduro AQShni bratishkasi emas, AQShga qaramaydi, u bilan ishlagingiz kelmayapti. Milliylashtirilgan hamma neft bazalarini, ya'ni neft Venezuela xalqiniki deb qo'ygan, xalqiniki lekin o'ziniki. Amerikaga ham bermagan, xalqiga ham bermagan. Xullas o'ziga olgan. Nima demoqchiman? Neft kerak xullas. Maduroni olib tashlaydi, o'rniga o'zini odamini qo'yadi. Ya'ni keyingi prezident o'sha aniq bitta ayol kishi edi. Nobel kalitini nimadirni berdi-ku, Trampga o'sha ayol bo'lishi kerak edi. Venezuelaning keyingi prezidenti. Xullas, u endi pro-amerikan bo'ladi. Ya'ni Amerikaga simpatiya qiladigan, Amerikaga bo'ldi, aka nima deysiz, nima qilamiz u yog'iga, nima qilay, qanaqa farmon chiqadi deb qarab turadigan, mana mushtipar prezident bo'ladi u yog'iga. Yana bitta narsa bor-da, bu biz o'rganib qoldik-da, o'zi bu misli ko'rilmagan narsa, hech qachon. Bitta davlat, ikkinchi davlatni prezidentini qarorgohidan o'g'irlab olib kelib, o'zini shaharda sud qilmagan, yo'q qilgan bo'lishi mumkin, lekin uni faqat Amerika qilgan-da. U bo'lishi mumkin emas bunaqa narsalar. Lekin biz uchun normalga aylanib boryapti. This is crazy. Ummon tubida nima gap? Mana bu videoni ko'ring, hayron qolasiz. Bu sun'iy intellekt emas. Bitta kasatka o'ljani ushlab turibdi, ikkinchisi kelib turib, choq qilib zarba berib, cho'ryapti-da o'ljasini-da. Avvallari bunaqa, demak, ovqilni yoki ovqatni bunaqa tayyorlash texnologiyasi ilm-fanga ma'lum bo'lmagan, odamlar bilmagan ekan. Hozir mana biz xabar topdik, shunaqa ham qilar ekan. O'zi shunaqa gap bor, kasatkalar ancha aqlli degan, mana delfin, kasatka, akula, kitlar aqlli o'zi deyshadi-da. Shunaqa, men qo'shimcha qilgan bo'lardim, ular nafaqat aqlli, balki xitri. Narka kuryer mushuk. Endi bu kimgadir hozir g'oya bermasdan albatta, lekin Rossiyada Nijniy Novgorod tarafda mushuk narka kuryer bo'lib yurganmish. Oylik so'ramaydi, suv ovqatini bersa bo'ldi, spogini ishini qiladi bo'ldi. Mabodo qo'lga tushsa ham birovni muammosi, meni muammoim emas. Yaqinda Instagramda do'stimiz Shahzod Muhammadiy hafta tahlili haqida video qilganlar va u yerda taklif berganlar, "Azam aka, kitob tavsiyasini ham qo'shing" deb. Endi bu yaxshi g'oya deb o'ylayman. Ko'ramiz, ham izohda yozinglar nima deb hisoblaysizlar. Kitob tavsiya, kino tavsiya ham shularni berish kerakmi, yo'qmi? Endi bu sondagi kitob tavsiyasiga keladigan bo'lsak, men kitob tavsiya qilmoqchi emasman, men boshdan tavsiya qilmoqchiman. Ya'ni bilishingiz kerakki, har bir odamga har xil va uni har xil hayotiy davrida har xil kitob kerak bo'ladi. Hammaning muammosi har xil bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men so'rayotgan narsa, sun'iy intellektga yozasiz. Qara, men kitob o'qib, o'z muammolarimni hal qilmoqchiman, menga yordam ber. Ya'ni, meni holatimni, meni hayotimdan kelib chiqib, nima kitob tavsiya qilasan deyish kerak emas. Yo'q, aytish kerakki, men o'zimning holatim, hozir nimada kamchiligim bor, nimani ustida ishlashim kerakligini o'zim men bilmayman. Birinchi tushunsa aniqlab bergin, keyin meni javoblarimdan kelib chiqqan holda kitob tavsiya qilgin deb aytish kerak. Ya'ni u sizga bir 10 tacha savol beradi. Misol uchun
Ota-onang gapirsa, gap qaytarasanmi? Ko'p o'rtoqlaring iflos bo'lib chiqadimi? Masalan, qaysi o'rtoqlaring bilan ana o'rtog'ing bor, xiyonat qilib ketgan. Bu o'rtog'ing bor, tashab ketdi. Mana bu o'rtog'ing chaqma-chaqar, bunisi g'iybatchi, anisi iflos, bunisi yana nimadir bo'lib chiqdimi deb so'raydi. Ha, siz unda balki seni o'zingdadir ayb deb javob chiqarishi mumkin. Maybe you're the problem. Keyin sizga qanday kitob tavsiya qilishi mumkin shundan kelib chiqqan holda, shunday. Yoz kelishi bilan ko'plab uy hayvonlari, jonivorlar ko'cha aylanishadi, ko'chada ko'proq ko'rinishadi va bekorga emas, shu kunlarda hayvonlarga bo'lgan munosabat, ya'ni yomon munosabat, zo'ravonlik, o'lim holatlari bo'yicha xabarlar ko'paymoqda. Yana bittasi mana Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida sodir bo'lgan. Bir inson endi inson deb aytaymiz, o'z damasiga itni bog'lab sudragan. Endi u videoda u it o'lib bo'lgan. Biz bilmaymiz, oldin o'ldirib, keyin sudraganmi yoki sudragan paytda o'lib qolganmi bilmaymiz. Endi bir narsani hozir bu xabar o'tkazib yormaylik. Bir narsani tushunishimiz kerakki, mana shunaqa xabarlardan keyin hayvonlarga bo'lgan munosabatni to'g'irlash kerak, bu odamlar jazolanish kerak deyiladi. Boshqa tarafdan odam aytadi, "Ha, bo'pti, mushuni o'ldiribdi, hop, itni o'ldiribdi, mayna qilib o'ldirgan bo'lishi mumkin, maza qilish uchun o'ldirgan bo'lishi mumkin yoki ovqat uchun o'ldirgan bo'lishi mumkin. Shunga ham 3 yil, 5 yil beradimi yoki 2 yil beradimi yoki 1 yil, yarim yil berish shart emas-ku, shtraf qilib bo'ldi degan gaplar ham bor. Shu joyga men izoh bermoqchiman. Bir narsani tushunishimiz kerakki, hukumatdagilar ham bilishadi nima bo'layotganini va buni boshqa davlatlar ham biladi. Ya'ni inson psixologiyasi o'rganib bo'lingan. Bu nega bunaqa bo'layotganligi aniq. Ya'ni odamlar o'zidan nimjon bo'lgan, xohlagan mavjudotga mayna qilish uchun, maza qilish uchun xatti-harakatlarni o'ziga agar ruxsat bersa, bir inson itni yoki mushuni bemalol o'ldira olsa, kuchi yetadi-yu, hech nima qila olmaydi. O'ldiryaptimi, uni ichidagi qotillik instinktlari yana rivojlanishni boshlaydi va u keyin boshqa narsalarga o'tish ehtimoli oshadi. Bo'ldi, u qotil bo'lib ketadi emas, yo'q. Endi aytmoqchi bo'lganim, oldin 1% ehtimol bo'lsa, endi 5% bo'ladi. 1dan 5. Lekin tushning, bu 5 baravarga o'sish degani. Ya'ni 500%lik o'sish bu aslida 1%dan 5%ga. Nima demoqchiman? Va bu narsa jamiyatda rostdan ham har xil manyaklar, kimlarlar chiqishi mumkin. Uydagi, ya'ni bolalarga bo'lgan munosabatda qattiq urilishlar, juda qattiq zarbalar, do'pposlashlarga olib kelinishi mumkin. Bu psixologik yomon ta'sir qiladi va odamlarni ham bu narsa yomon ekanligiga o'rgatish kerak. Ya'ni birinchi qadam hayvonlarga yomon munosabatdan boshlanadi, keyin odamlarga o'tiladi. Lekin aytishingiz mumkin, voy mana qassoblar ham bor boshqa yo'q deb. Qassoblar ham biladi shuni. Qassoblarning ichki konstitutsiyasi bor. Qo'y mol so'yganda qassoblar ich-ichidan biladi. Maza qilish mumkin emas qotgan ishidan. Ya'ni o'ldirayotgandan maza qilish mumkin emas. Ularning ichki o'zining shu konstitutsiyasi bor. Gaplashinglar qassoblar bilan, aytishadi. Ha, deydi. Biz qo'y mol so'yayotganimizda aynan o'ldirayotgan jarayondan maza qilmaymiz. Mumkin emas. O'zimizga ruxsat ham bermaymiz maza qilishdan. Bu chunki keyingi boshqa narsalarga olib borishi mumkin. Bu shunchaki ish. Farqi bor. Mana shuni tushunishimiz kerak. Shuning uchun ham bu masala muhim demoqchiman. Kelajak bugun sodir bo'lmoqda. Yana bir o'sha ilmiy ombobop degan fantastika janrida kitob, kinolarda ko'rganmiz, odamlar o'zini klonini yaratish. Bu tobora reallikka yaqinlashib bormoqda. Hali amalga oshirildi demayman. Ko'p joyda bu etik tomondan ham taqiqlangan, mumkin emas, chunki etik tomondan bu noto'g'ri, bu umuman I don't know, this is crazy, I don't know. Xullas, AQShlik millioner tadbirkor, qaysi joylarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, Brian Johnson 48 yoshli, u umrbod yosh yoki iloji boricha ko'proq yosh qolmoqchi bo'lib, umuman, ya'ni inson tanasini eng sog'lom holatda ushlash harakatida edi. Juda ko'p protseduralari bor, ovqatlanishi, o'ziga qarashi, tibbiy anaqalardan ko'riklardan o'tishi doim mashaq qilib yurardi. Shu odam autoimmun kasallikka uchragan, ya'ni oshqozon shilliq qavati immunitet tizimini hujum qiladigan kasallik aniqlangan. Ya'ni bu degani uni davolab bo'lmaydi va bu uni oshqozoniga juda ham katta zarar keltirishi va oqibatini o'ldirishi mumkin. Endi kimdir buni taqdir hazili deydi, xudoning balosi. Ana, o'zini asraganda mana keldi-yu deydi, lekin men buni tarafdori emasman. Men o'ylaymanki, har bir odam o'zining sog'lig'i uchun qayg'urish kerak, harakat qilish kerak. Ha, xohlagan kasallik kelishi mumkin, lekin siz sababini qilishingiz kerak. Lekin gap boshqa narsa haqida. Mana shu holat uni o'zini klonni yaratishga sabab bo'ldi va u o'zini hujayrasini olib turib, uni yoshartirgan holatda embrion holatiga embrion emas, bir hujayra to'plamini baby brain deb nomlashibdi. U hozir mana laboratoriya idishida saqlanmoqda-da, tushunishingiz uchun. Endi keyinchalik u klon qilib yasalishi mumkin degan narsa bor. Ya'ni shunga harakat boshlangan. Qilishyapti. Men o'ylayman, etik tarafi bor-ku axir buni. Ya'ni etik degani texnologiya ruxsat beradi bunga.
qila oladi. Texnologik tarafdan mumkin, lekin odamiylik tarafdan noto'g'ri-ku. Mana shu narsa hozir ko'plab davlatlarni ushab turibdi. Sun'iy intellekt bo'yicha ham shu narsa ushab turibdi. Robotlar bo'yicha ham shu narsa ushab turibdi, lekin hamma davlatlar men o'ylayman kelishib turadi. Bo'ldi. Sanam qilmayapsanmi? Sanam, mana qilmayapman. Bo'ldi. Kimdir hamma maxfiy ravishda baribir qiladi. Gap nima haqida ketyapti? Gap klonlar haqida. Gap juda ham aqlli robot askarlar haqida ketmoqda. Tushunyapsizmi? Yaqin kelajakda o'ylaysizki yaralmaydimi robot askarlar? Odamlar yuboryapti-ku, to есть hukumatlar odam askarlarni yuboryapti urushga. Robotlar yuboradi, bo'ldi. Nima muammo, to'g'rimi? Gap faqat pulda. Agarda bitta mana tushunning, hozir siz qo'rqinchli narsa aytaman. To'g'risi, lekin hukumatlar shunaqa o'ylaydi. Ular o'ylashadi. Bitta mana fuqaroyim, bittasi tug'ilib 18 ga to'lguncha va uni harbiy tarbiyalik qilgunimcha nechta pulim ketadi? Bitta fuqaro tug'ilib bog'cha, poliklinika, maktab, harbiy xizmat, yeyotgan ovqati hammasini hisoblaganda agar uni hayotiga 2 million dollar ketsa 18 yoshgacha. Lekin agar robot 5 million dollar ketsa, unda odamni yuborishadi. Chunki odam arzonroq. Cho'zmi qana qo'rqinchli narsa. Lekin agar robot yasash 500 ming, 600 ming, 1 millionga tushsa, unda robotni yuborishadi. Chunki endi u arzonroq. Inson qadri haqida hech kim o'ylamaydi, bularni unutinglar. O'zbekistonlik mashhur bloger Dilemi va uning orqasidan quvgan haydovchi voqeasi. Voqea O'zbekiston Respublikasining qaysidir joylarida sodir bo'lgan, bilmayman to'g'risi qat. Orqadan bir aka, men ham bloger bo'laman deb, mana Dilemi, ana hozir qani kibrlari bormi yo'qmi, kibrlimalar yo'qmi, hozir to'xtinglarmi yo'qmi? Nima kerak? Nima maqsad? Nima biz bu yerda uni gaplashib o'tiramiz? Umuman hammasida hech qanday mantiq bormi o'zi? Dilimi ham surib bosyapti. Shu to'xtatib shu bilan gaplashmay turqini ko'rmish odammi deb. Odamlar yo'l mashina, boshqa mashinalar yuribdi, hammaga xalaqit beryapti, bosishib yurishibdi. 144 bosyapti. Nima kerak? Bizga qiziq emas. Odamlar yana like bosgan. 29 mingdan 30 mingta like bor. Kim like bosadi? Odamlar like bosishni o'ylaysizlarmi? Yo'q. Mamnun o'tirasizlarmi? Bosmanglar like. Like degani men buni qo'llab-quvvatlayman degani. Like degani men shunaqa dunyoni xohlayman degani. Like degani O'zbekiston shunday bo'lishi kerak deb hisoblayman degani-da. Siz ovozingizni beryapsiz shu narsaga. Ovozga qilib tarqatyapsiz shu narsani. Umuman mantiqsiz narsa bu. Kimdir kibri bormi, kibri yo'qmi? Yo'lda ketyapti, nima bor? Kibri bormi, kibri yo'qmi? To'xtamaydi, конечно. Nima? Kuylab yuribdi orqasidan. Shaxsiy chegarani bizni. Xullas mayli. O'zi arzimas degan gapirishimizga. Kesib tashlaylik shuni. GTA 6 chiqishidan xabaringlar bor va u yerda shunaqa bir yangilik chiqqanda GTA 6 da endi o'sha gay parad bo'ladi, LGBT paradi bo'ladi degan bir xabar chiqqandi, keyin mem chiqdi o'shanda. Biring kulib gapirishimni qaranglar, astag'firullah. Xullas, keyin mem chiqqan. Gaylar ham xursand, geylarga qarshilar ham xursand. Nimaga? Geylar xursand, GTA 6 da gay parad bo'ladi. Lekin ularga qarshilar ham xursand, chunki endi ular gay parad bo'layotganda odamlarni otishi mumkin, mashinada bosib o'tib ketishi mumkin. Va afsuski shu narsa hayotda yuz berdi. Berlinda 25-iyul kuni kechqurun 10lar atrofida LGBTQ+ bayramlaridan biri paytida katta tezlikda mashinada kelib, katta tezlikdan farqi mashinada kelib odamlar ustiga haydalgan, bir kishi vafot etgan, 16 dan ortiq odam jarohat olgan. Qo'lga olingan inson 21 yoshli islomiy doiralarga aloqador odam bo'lgan Abdul B ismli shaxs bo'lib topilgan. Qo'lga olinmagan ekan, oxirgi tafsilotlar hozir bizga ma'lum bo'ldi. U qidiruvga berilgan bo'lgan ekan va u topib likvidatsiya qilingan, ya'ni u o'ldirilgan. Qozog'iston va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi uchrashuvda qiziq bir holat bo'ldi. Balki o'zingiz tushgandir, Qozog'iston prezidenti Jomart To'qayev oldida Putin bilan o'tirganda urush haqida og'iz ochgan, ya'ni Ukraina urushi haqida, faqat uni urush emas, konflikt degan adashmasam. O'tda shunaqa narsalarni gapirganki, to'g'risi ko'pchilikka ma'lum emas, nimaga bu o'zi narsa bo'lyapti. Men ham shaxsan aytaman degan, bunda nimaga o'zi bo'layotganini men ham bilmayman. Ya'ni konkret sababi yo'q, akalar degan gapni hozirga o'ragan. Men o'ylayman bu narsa tugatilishi kerak, to'xtatish kerak va buni to'xtatilishi uchun mana shu joygacha tuzlagan Putinni. Keyin oxirida bu urush to'xtatilishi uchun dunyodagi buyuk mamlakatlar harakat qilish kerak va Rossiya ham, ya'ni Rossiya shu buyuk mamlakatlar orasida deb oxirida suvab ketgan. Bu narsa har xil baholanmoqda. Ya'ni To'qayev balki Qozog'istonning o'zining haqiqatan suvereniteti, o'zining pozitsiyasi borligini ko'rsatayotgandir degan fikrlar ham bor. Yana bitta boshqa fikr bor. Ya'ni bu o'zi hammasi To'qayevga bilan kelishilgan, unga shipishtirilgan, mana shunaqa munosabat bildiraverdi. Nimaga? Ya'ni xuddiki Rossiya urushi, Rossiya odamimiz o'ldi, talofat bo'ldi, biz qo'rqib ketdik, bo'pti, tugatamiz, mas deb. Bo'pti, xo'p. Qo'shnilar aytayapti, qo'shnilar endi urushmanglar deyishyapti, mana Qozog'iston urushmalari endi o'tda. Bo'pti, gapingga kiramiz, xo'p.
urushmaymiz, bo'ldi to'xtatlaring deyish uchun bir bahona ham bo'lishi mumkin deyilmoqda. Nima degan deyilmoqda? Kim aytayapti uni? Bir kruglada gaplashdida. Kim u odamlar? Aytolmayman-da. Chaqmoqdan omon qolgan kelin emas, raketa. Ya'ni bu kelin raketada ishlaydi, harakat qiladi, xizmat qiladi emas, yo'q, u raketa, to есть rostdan raketa haqida gap ketyapti. Ko'ringlar videoni. Adashtirmanglar meni. Xullas 23-iyul kuni yana o'sha Xitoyda raketa uchirilgan, tepaga chiqqandan keyin bir 35 sekunddan keyin babang deb chaqmoq urgan, lekin raketaga tiq etmagan. Raketa bundan oldin tahorat qilganmi, yo'qmi bizda ma'lumoti yo'q, lekin men aminmanki bunday holatlar uchun oldindan albatta ehtiyotkorlik qilingan, ya'ni chaqmoq tutar qo'yilgan unga baribir, ya'ni chaqmoq baribir tutsa, kelsa shu chaqmoqni energiyasini boshqa joyga yo'naltirib yuboradigan baribir texnologiya bor. AQShning Seattle shahridan xabar, hozir men sekin o'qish boshlayman, qanaqa xabarligini topinglar. Seattleda Bite of Seattle degan oziq-ovqat festivali paytida otishma topdinglar, albatta. Mana bu videoni ko'rishingiz mumkin. Blogerlardan bittasi okamni obzor qilayotgan paytlarida otishma bo'lgan. U otishma, yo'q, rostdan otishmami? Odamlar keyin qochib, boshqa narsalar bo'lgan. Hozircha bizga ma'lum narsa shuki, 2 kishi vafot etgan, 5 kishi jarohatlangan, og'ir jarohatlanganlar bor. Uning orasida 2 yoshli bola ham bor. 2 kishi ekan otishmada qatnashgan odamlar. Ular bir-biriga otgan degan gap bor va ular qo'lga olingan. Kimligi aytilmayapti. Ya'ni kim, erkak, ayol, kim ekan ular qo'lga olingan deyilmoqda bo'ldi. Lekin biz bir narsani aniq bilamiz. Ular musulmon emas. Chunki agar ular musulmon bo'lganda allaqachon aytilgan bo'lardi. Musulmonlar qo'lga olinganlar deb aytishgan bo'lishardi. Aytmaganligiga qaraganda oq odamlar bo'lsa kerak-da. Nima bo'lgan taqdirda ham, demak, vafot etganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz. Jarohatlanganlar tezda shifo topishsin va o'zi umuman bularning hammasiga aybdor mana bu odamlar boshqalar emas. Bu aqsh siyosati, ya'ni qurol siyosati. Hamma uyida qurol olib o'tira oladi. Sigaret olish topish qiyinmi, qurol topish qiyinmi? Sigaret topish qiyin, tushunasizmi? Shunchalik-da. Mayli, sal bo'rttirdim-u, lekin qiyin emas-da qurol topish. Va bu xuddiki bir orqaga qaytarib bo'lmas jarayonga o'xshaydi. Hech kim bu qonunni qabul qila olmayapti, ya'ni taqiq, qurolga bo'lgan taqiqni hech kim qabul qilmayapti. Nechta prezident bo'ldi, kimdir ko'proq, kimdir kamroq harakat qilgan, lekin hech ham o'xshamayapti. O'xshamasa ham kerak. Chunki juda ham katta pullar aylanadi bu atrofda. Shuning bilan ko'rsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat. Bo'ldi, tugatyapman. Faqat obuna bo'linglar, izohda fikrlarni yozinglar, tirs, layklarni bosinglar. Xayr.